Bahoriy ne'matlar tortilgan dasturxonlar atrofidagi samimiy suhbatlarda ham Navro'z shukuhi sayr bahonasida o'tmishning ming yillik udumlari esga olindi. Hamjihatlik, mehr-oqibat ko'ngillarni yashnatdi. Bayram tadbirlari doirasida korxona va tashkilotlar, ta'lim va tibbiyot muassasalari, ijodiy jamoalar tomonidan turli ko'rgazmalar, oziq-ovqat yarmarkalari, hunarmandchilik qadriyatlarimiz namoyish etildi. Varraklar sayli, rasmlar ko'rgazmasi, sportchilarning chiqishlari yo'q. Bolajonlarimizning sho'x-shodon o'ynab yayrashi ham sayl ishtirokchilariga olam zavq va shavq bag'ishladi. O'tkazilgan bayram tantanalari mohiyatida yangilanib borayotgan O'zbekistonda kechayotgan barcha hayotbaxsh islohotlar inson va uning qadri uchun degan chuqur mazmun o'z ifodasini topayotganligiga guvoh bo'lasiz. Bayram tomoshalarini ko'hna kentga tashrif buyurgan xorijlik mehmonlar, sayyohlar ham maroq bilan tomosha qilar ekan. Xalqimizni milliy an'analarni e'zozlab kelayotgani, ahil va birdam bo'lib bayramlarni nishonlayotgani haqidagi taassurotlarni hayajon bilan izhor etishdi. Navro'z shodiyonalarining quvonchi Samarqand shahridagi mo'jiza amfiteatriga ko'chdi. Xalqimiz uchun nihoyatda qadrli bo'lgan milliy ayyom Navro'z bayrami munosabati bilan konsert dasturi namoyish etildi. Elimiz suygan san'atkorlar ijrosidagi Navro'zni, istiqlol va tinchlikni tarannum etuvchi qo'shiqlar barchani raqslarga chorladi. Bahoriy va navro'ziy iliqlikdan ko'ngillar yanada yashnadi. Olis va chekka hududlarga kirib borayotgan qadimul ayyom Navro'z olam shukuhi xalqimizni yangi niyatlar, ezgu istak va maqsadlar sari yanada ilhomlantirmoqda. Umuman olganda Samarqandda bu yil Navro'z shodiyonalari, xalq sayllari o'zgacha shukuhda, o'zgacha kayfiyatda o'tmoqda. Bayram quvonchidan kuch olgan viloyat ahli esa sharqona yangi yilni, yangi kunni, yangi niyatlar, ezgu istaklar bilan boshlamoqda.